O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi. O'zbekiston Respublikasi rasmiy davlat ramzi. 1992-yil 2-iyulda qabul qilingan. Davlat gerbi davlat mustaqilligining ramzlaridan biridir. Davlat gerbi dumaloq ko'rinishga ega bo'lib, bu shaklning so'l tomoni rizq ro'zimiz timsoli bug'doy boshoqlaridan, o'ng tomoni esa o'zbekning dong'ini dunyoga taratgan bebaho boyligimiz chanoqlari ochilgan g'o'za shoxlaridan iborat chambarga o'ralgan. Uzoqdagi tog'lar va daryolar manzarasida gullagan vodiy uzra quyosh zarri nurlarini sochib turadi. Ayni paytda bu O'zbekistonning serquyosh mamlakat ekanligini ham bildiradi. Gerbning yuqori qismida esa O'zbekiston ozodligining ramzi sifatida 8 burchak yulduz, uning ichki qismida yarim oy va yulduz ma'nosi mamlakat aholisining ko'p qismi islom diniga e'tiqod qilishi, markazida baxt va erksevarlik ramzi, qanotlari yozgan humo qushi tasvirlangan. Gerbning pastki qismida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini ifoda etuvchi chambar tasmasiga O'zbekiston deb yozib qo'yilgan.